Tamaq pişti programımızın namını Aylınaz Guruyi öz üstüge ağan. Aylınaz Guruyi qarmıqidagi yemek-içmek sorunları ve Babur Badi Çiniqish Merkezi sizni qizg'in qarshi aladi. Tamaq pişti programımızını Şinjan Eksan Yağçılık Çeklik Şirketi Eksan Yağları alohida qo'llagan. Tamaq pişti programımızını Şinjan Mısran Yemeklik Çeklik Şirketi Mısran Qeyizlari alohida talab qilgan. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güclük sağlam bolaydısınız, Aylın Az Babur Badi Çiniqish Merkezi'ge kelin. Babur Badi Çiniqish Merkezi, Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram ilish rayoni, pokiza munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali Çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylın Az Babur Badi Çiniqish Merkezida ishga oshsin. Olsun temler dilinizde, bu huzurlar dilinizde. Bu şirin tensiz geyler, üzçün bulsa her cayda. Xo'shalliq oilangizda. Özçin yürüyüşükten tehdit kolları. Dang 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 dang. Çiu çiu. Uy, Ekber. Dang dang. Keyfiyat pek yaxşı go. Bugungi tamaq tayyorlik qilib atqash, mush kichik vaqtimdagi eslamalarim yodimga kechib qoldi qara. Muşun akşını alsam mening kichik vaqtlarim esim keldi jumu. Pek güzel eslimler. Sizning esingizda bormiki? Mush har ta'til bo'lsak, televiziya stansiyasida televizor to'xtamay G'arb sayohat filmini qo'yatdi. Biz cho'qim ko'ratdik tuluqi bilan. Bir qismini qo'yib etmay, o'tkazib etmay ko'ratdik. Undan keyin bizning mandimatlik aloqalarimizning hammamizning bir orzusi bor. Nima orzu desangiz, mushu bir ash G'arb sayohat sovuqqa aylanib qolsak, bizning sovuqqa o'xshash ashta bulutlarda uchib yuralsak, birli qarab alvasning qaysi ekanligini bilib olsak, oltin gürzümüz bolsa deb shunda arzu qilibdik-da. Rostimizning G'arb sayohat davlatimizningki 4 mashhur asrning biri. Uningdagi so'ngqin bo'lsa, hammamizning qalbimizga cho'nqur o'rnab ketgan bir obrazda. Shunga biz bugun programmamizga bizningki alayda bir mehmonimizni taklif qildik. Uni so'ngqin bilan munosabatli hikoyalari va bizni ta'sirlantiradigan, suyundiradigan, faxrlantiradigan nurg'un hikoyalar bor. Birlikda anglaymiz. Qani qizg'in olqishimiz bilan mehmonimizni taklif qilaylik. Marhamat. Marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Xush geldiniz Gülcemal aka. Bak hoş bulduk sizni ko'rib. Men de hoş buldum seni görüp. Çünkü sizlerini televizyon devamlı görüp atkandım. Bana bir gün. Zamanı görüp attım ben. Ameliyatda men mushu Guljamal Adamning mushu nadir etotlarini, asarlarini kichkimdan mushu televizorlarda ko'rib cho'ng bo'lgan. Bo'libmi mushu Guljamal Adam mushu yaratgan so'ngqin obrazi meni nihoyatda qayil qilgan edi. Menimi shu, menil emas, barliq ko'rmalarimizni bek qayil qilayotgan deb o'ylayman. Oldi bilan Guljamal Adam ko'pchilik bir salmini berib olsa, aldirmay vaqt paranglashaylik-da. Qani marhamat. Salam televizor aldidagi barliq ko'rilman do'stlar, yaxshimisizlar? Men mushu tamaq pishti programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Markaziy teatr sho'yanni pitagan shunday qo'yadi. Pitagandan keyin nurg'un obrazlarni yaratdi. Ekranda, sahnalarda xonishlarning rolini, maliklarning rolini, chiroyli xonimlarning rolini, hatto bolalarning rolini yaratdi. Lekin shu rollarni muvaffaqiyatli yaratganligidan biz suyungan ularning orasida hamda biz şahsen ben bir körülmem buluşuptum bilen Gülcemal Adam'dek bunda çıraylık, ayarlık, nazaketi urgup durduğun bir hanımın ki soğukunun rolünü ilişini pekatla oylap bakmağında tasavvur bakmağında sizge muş rolünü taksim kılan vakitte kanday hissiyat boğan boğaydınız? O vaqt hissiyat pek murakkab. So'ngqin obrazını kim oynayıp buldu deganini nayet jiq tadqiq qilibdi bular. Obrazını da pekibdi, artistini da pekibdi oxirida mushu dem qilib Gülcemal'ın bek hareketi bek çaqqan. Muşu qizbal oynab baxsalan ki o'g'ilvaldan buni o'ynaydigan rol artistlar chiqmadi. Hammasi biz ba'zirisimiz, ba'zining ovozi inchga emas deb bular degankin, shu men deb tuyuqsiz chaqirib, bular chaqirib işte bir qurbonga san'at kechirga bir etot o'rinlaymiz. Bu etot bunda mazmundagi etot. Sen işte so'ngqin rol o'ynaysan deydi. Degan deb kulib ketdim ya, bek kulib ketdim. Chaqchaqamanglar meni bular chiqqim, asha bir chaqchaq qilib meni o'ynay qo'yibdi, direktorga o'xshaydi deb.
Şundan desem, oy rastlavatımız, bu çaqçaqımıdıq, sanmış obrazını bil koyduk degende külüp gitip birden açığım geldi. Ey to'g'ri, men er kishning rol tursa, uning gibi men qanday bir ayol kishi turib bu so'ngkoning, uning bir maymunning roli, men qanday o'ynayman bu rolni deb chilqi, ishtiqlam o'zimni qabul qilolmadim. Shunga ham turib men cho'qim bu rolni bir sinab beqishim kerak. Agarda men buni o'ynamayman, men o'ynamayman deb chiqsam, bu bir o'zimning keliqi. Kasbiy axloqqa toza to'g'ri bo'lmaydi. Andan keyin uning ustiga ichimga bir nima kirdi-da? O't kirdi. Bir o't kirdi, to'xtabdi. Bir o'zimizni sinab, mushu bir tavakkul qilib boqaychiman. Cho'qim bir tirishib boqay deb. Haqiqatan shu bek cho'ng irodaga keldim. Adam yo'q yerga borman, lam o'zim abi xud akbar do'rgandek do'rayman bir men mush uyda no'g'ishdan ilib, mush mesh qilib, shu beshlarimga urvilib, o'sha mashg'ul jarayonda asta bu rolga singdim, kirishdim. Nurg'un japalar bilan qaxırdamda kasbdoshlarning yardım bilan oy o'xshidi, oy o'xshayotidu, ovozing bak tushdi, qiliqlaring o'zingni turmushda chaqqan bo'lgankin debchi meni ular rag'batlantirib, unda aktiv energiyalar bilan men shu orqali bu rolni muvaffaqiyatli o'rlab chiqishga mishla muyassar bo'ldi. Lekin bu rolni o'ynab bo'lgandan keyin Bammaylan bek hayron qoldiryaptingiz-da. O'zim hayron qoldim, o'zimni ko'rib. Gülcemal Adam'ның şu rol iliş, obraz yaratish talantiga qo'l qo'ymay tura olmaymiz. Lekin biz bugungi tamoq pishti programmamizda da sizning şu tamoq etish mahoratingizni bir ko'rib bakmoqchi. Alsam tamoq etishga bek pistkansiz. Bugun Guljamal Adam nima tamoq etib berdi-ki bizga? Bizningki Şinjanning alayda taomlarining birisi bo'lgan Petermanta. Petermant etmoqchi. Qo'shilibda bugungi Guljamal Adam bizga etib bermoqchi bo'lgan Petermantga ketirgan qurilishlar bilan tanishib chiqaylik. Buningga oldi bilan 10 ketadi. Xemir yug'urmiz. Anandan keyin xemir yug'urib bo'lgandan keyin go'shtni qiyma tayyorlaymiz. Qiymaga piyoz, pomidor, ko'k laza, qizil laza degandek emasdan buni 2 xil qiyimda. Birisi go'sht bilan piyoz, asli tam. Yana birisi ranglik deb qo'yamiz. Ranglik Petermantda. 2 xil qiyma qilamiz, ajab yaxshi. Hatta siz bu bir tayyor bo'lib olan tartiblarimizni taqab. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Shinjong Aylin oz guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin oz guruhi plan musiqali taomlar restorani. Turmuşimiz gündün günge yaxşılanayotgan bugungi kunda hammamiz sifatlik, tamlik, qaytilab shakllangan narsalarni tanlab ishlatishga yo'nalamiz. O'zingiz va atrofingizdagilarning huzuriga ehson, yurishlik yog'larni sundik. Biz ehsonliklar kuchimizning yetishicha yog' tarkibini natijat ayirib o'lchamga yetkazishga tirishib, tanlashlarni sundik. Sifatlik mahsulot iste'molchining ehtiyoji uchundir. Ham material, texnika va sifat darajasi amaliyot jarayonida isbotlansin. Hammamizning uyda ehson yog'lari bo'lsin. Mana Gülcemal Adam'a tayyor bo'ldi, partiklarni taqab, uni apiray. Buningga tuz. Tuz ketamdi. Tuz ketadi, suv ketadi. Yordamchi bo'lsa deb yaxshigina hamma narsani tayyor qilib bersa. Mana bu 2 piyola keladigan unga, mushu kichik qo'shiqda tuzdan birini sasiq mencha bularmiki deyman. Uyda qolganda mishinchik soldim endi. Ya, birini soldim shundoq. Bir qo'shiq tuz soldik. Undan keyin suv qo'yamiz. Suvni qanday qo'yamiz deganda, azozdan qo'yamiz. Ular hozir mana xemir ham tayyor bo'ldi. Xemir tayyor bo'lguncha biz hamsa go'shtni qiyim qilamiz. Qo'yib turamdik. Ma'qul, buni og'zini yeb qo'ying. Bo'lib mana tugib tomoqqa mayli javob bo'lamdi yoki petermant bo'laqmi? Chuchur bo'lamdi. Mush tomoqlarga cho'qim miliqi go'shtninki salimlaq may aralashqara. Hamdaq yerlar bo'lsa, bize tamlik buldu deb cho'nglardan olib olganman.
Mana go'shtni qiyma qilib oldik. 79-yili 12-nji ayda mush Avat Naili Sanat Ümmeti qurildi. Şu vaqtda men 8-nji sinfda o'qib vaqtim. Şu vaqtda mush Naili Sanat Ümmetiga artist qabul qilgan degan anglab men artist bo'lman deb intanbadim. Şu Avat Naili Sanat Ümmetiga qabul qilingan. Şu vaqtda mening san'at hayotimdagi tunji qadam shu bizningki shu Avat Naili Sanat Ümmetiga shu qabul qilingan shu artistlik hayotim shundan boshlangan. Piyazga tuzlama keçivetken vaqtida ko'zbek ochiq bo'lib ketmaydi. Lekin piyaz ishdek yumshaydi. Markaz teatri shu yerga o'tgandan keyin Beijingga bordik, buluqni berib, poytaxtimiz Beijing mushikan deb yil hayajon teaminning oldida rasmlarga tushdik. Iliq mavjudning suratlarini ko'rib, ashna bir xil shunchalik bir hayajonlandik. O'zimning nayt bir talaylikligimni, mush fursatning menga kelganligidan shunda bir suyungandim. Bizga saboqdoshlarimiz bek yordam qilgan. Buluqmi bizma Xanzur tilida ajiz yo'ldoshlar. Endi ashlarninki ajrda, ashlarninki ko'ngil bilishida, ma'lumlarimizningki bizga naytda savrichanlik bilan, naytda o'zining balasida ko'nishi bilan biz mana shu qiyinchiliklarni yengdik. Bu bir mehr muhabbat bo'lsa, dunyoda masalan yengil bo'lmaydigan qiyinchilik yo'q. Rasman bu yerga kelganda men shu ma'lumlarimdan shunchalik minnatdor. Biz Beijingga yeng borganda nurg'u vaqtida, Hayit bayramlarda biz masalan bardigan maktablarimizda g'ayrib sinfimizda bizni g'ayrib sinf qoldi bular uyni seg'inib ketdi deb shu ma'lumlar uyga olib boradi bizni. 4 yil o'qidingiz a bu yerda. 4 yil o'qish jarayonida mana shu Petermantiga o'xshash, Pologa o'xshash tomoqlarni yeyish sharoiti hozir bo'ldi shu vaqtlarda. Lekin maktabning o'zida ham deylik sharoitimiz yaxshi, tomoqlar bor, lekin biz tomoq yetib turgan Shinjongdan borgan ustamlar bor, yetib turdi. Lekin shu ma'lumlarning uyida biz o'zimizning uyidek shu hamma narsani o'zimiz etib, ashlar bilan tang yeb qilgan bu bir xilchu, bir unutilmaydigan bir aslima. Bir xil qiyim tutdimi, buningga yana bir xil ranglik qiyim qilish uchun lazidan pomidorni to'g'rab olamiz. Ha, bo'ldi. Pomidor, lazlarni ushaq to'g'rab oldik. Endi bularni aralashtiramiz qandoq? Endi bularni ikki xil birsi go'sht bilan, birsi ranglik bilan qilgan bo'lgandan keyin qiyma tayyorlaymiz. Biz go'shtni ikkiga bo'lamiz. ikkiga bo'lamiz. Endi buning ta'min tanlashda qandoq dori-darmonlarni ishlatamiz dedi? Oldi bilan cho'qim tuz ketadi. Tuz, mana. Lekin qarmosh, mana. ahmosh, sira. Zira. Ha, bo'ldi. Ha, xo'sh, undaqda endi navbat xamirni ochadigan bosqichga kelib qoldik, ha. Endi xamir tayyor bo'ldi. Endi biz nimani ko'rni isib, jimbilni maylab olamiz. Undaqda programmamizni alayda qo'llagan Ihson yog'lardan sizga tayyorlab beray. Ha, rahmat. Hada jitirni ichib oldik. Endi qiymalarimiz mana ikki xil rangli, rangsiz qiymalarimiz oldimizda turibdi. Endi tugishni boshlandik. Tugishni boshlaylik. Endi buni tukkanda nimaga diqqat qilamiz? Buni tukkanda shu qiymaninki xamirdan jiq bo'lib ketmaydi, miqdori shu xamirga cho'qim mopiq bo'lmasa, yo xamir teshib ketib qoldi yoki bo'lmasa chiroq chiqmay qoldi. Birni ranglikda, birni rangsizda tugaylar. Ha, bo'ldi. Mushu ranglik mantisal o'xshaganda qildi. Azatda mashta tugitgan ma'lumda o'tirin chimdilib, men akap bundaygimda qilib, men shu bitirmantda Chimdablam. Bunda chimdablam, bunda qilganmiz endi. Keyin bir ichilib ketmasa, bu chiroyli tursa. Guljumalada ko'rimiz suvni qaynab qopti. Matlarni chiroyli tegib oldik. Endi
Buni Ha, ko'rib saldik. Endi og'zini yapamiz. Buni qancha minut dinlaymiz? Buni 16-17 minut qo'yma. 17 minut. Ha, ha. Burada hatta 16-17 minutdan keyin bizning alayda mehmonimiz Guljumalardan aytgan ranglik va rangsiz Peter Matlari qanday bo'ldi ekan? Bir ko'rib boqaylik. Mısran mısran deydu, istizo yeydu, açık çiçek kavaktan pek güzellik deydu. Yesem yegin mısran, yolda kalmaz arman. Hayali dünyadaki lezzet mısran kızları. 31, 32 bo'ldi mu? Timtirab uyga olgan bolan ko'rdingizmi? yanchiqning bir qizin bir til basam depirman. Men. Misron? Misron qizlari. Mısran yürüşlük mahsulotları. Qadrli ko'rman do'stlar, ko'ryapsizlar, Aylınaz guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Tamoq pishdi programmasini Eksan yog'lari alohida qo'llagan. Shunda tamoq pishdi programmamizni yana Misron qizdirmi alayda talab qilgan. 17 minut to'shdi. Ana qachonda? Ichiraymi? 1 2 Tamoq pishdi. Ranglikka o'xshaganda qildi. Ranglikka o'xshaganda qildi. Men sizga beray. Vah. Nazifaning tafsiri chiroyli qizi Vah, bo'laydi. shundaymi? Bir ataldan eg'iz tegib, undan keyin bir baholab boqaylik. Shamsiyada. Ishqinglar. Sizlar tetib yiqinglar. Yo'q, sizlar bosh tetib yiqinglar qanday bo'ldi? Men qo'rqadim. O'zingiz bir tetbiq qiladi. Ha, sizlar bosh tetib. O'zingiz o'ylagandek bo'ldimi? Ranglikni Ranglikni olamizda yapayapman. Men go'shtni olaman. Siz ranglikni aytayapman, Shamsiya. Ranglikni olayada. Men go'shtni tetib boqay. Men ranglikni tetib qo'y. Jamaladan. Bo'pmi? Bo'pti. Bo'pti. Katta. Naytdi yumshoq pishibdi, ha? Undan keyin go'sht. Herhalde go'shtlar yaxshi pishibdimi? Chunki mushtaq Petermataga o'xshash tugul tomoqlarda mush ishlatgan dori darmak uningki bir jini deb hisoblandi deb. Agar bu tanishalmasa, balkim bu Petermatim o'xshamay qolishi mumkin. To'g'ri. Abaytim Guljumalardan qo'lni uchidan bir quyayotgandek qilyapti dori darmanlarni shunaqa. Lekin shunday keltirib o'tandi, ha? Qadrli tomoshabin do'stlar, bugun biz hammalar yaxshi ko'radigan suyimli aktyorimiz, suyimli san'atkorimiz Guljamal Adam bilan birlikda aziz mehmonlarga aytiladigan Peter Mantini tang atdiq, tang uyandiq. Shuning bilan bir vaqtda Guljamal Adamning go'zal hikoyalari bilan o'rtoqlashdik. Tamoq pishdi programmamizning bu qismi mushada oyoqlashdik. Shunda Tamoq pishdi programmamizdan kelak sandagi mazmunlarga texim sarxil kelak san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xo'sh. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güclük sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəziga keling. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram ilish rayoni, pokiz munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali Çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəzida ishga ossin. Mısran mısran deydu, istizo yeydu, açık çiçek kavaktan pek güzellik deydu. Yesem yegin mısran, yolda kalmaz arman. Hayali dünyadaki lezzet mısran kızları. 31, 32 bo'ldi mu? Timtirab uyga olgan bolan ko'rdingizmi? yanchiqning bir qizin bir til basam depirman. Men. Misron? Misron qizlari. Mısran yürüşlük mahsulotları. Koinotda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Shinjong Aylin Az guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda. Aylin Az guruhi plan musiqali taomlar restorani.